Oğlak çöp. Yo, kalap yiyiniz kep ketdi qachon. Hamsa uyga alganlar gönjü qilib berishni tutqanmanglar ha. Ha, yaxshimizlar ko'pchilik, men sizlardan turib ashpazlashmay, sen javobdan bilma. Bugun maballig'i ham turdashlar ko'rsatayman. O'g'loq chepning o'lchamlik darajasidan keldim. Buning ketarlik materiallar 1 kilo atrofida o'g'loq. Buni sud avval ultimate qaynatib pishirib elib olamiz mana. Asosiyatda 50% pishib bo'ldi bu. Yosh o'g'loq bo'lgan keyin go'sht qattiq ketmaydi qilaman mana. Mana bu o'g'loqning sho'rpisi. Undan boshqa az miqdor ko'klaza, az miqdor qarmor, angisam 200 gram atrofi tuz, yana 350 gram xovyo, az miqdor samsak, bizni ma o'g'loq chöp tansib chiqargan alayt, meymiz, undan boshqa ma ko'y degan piyoz. Ma bu piyozning bekjiq yaxshi tarafiklari bor, hamma bilasizlar. Shu buni selbesak na teshik bo'lib ketdi. Hamsa ishpanglar diqqat qilinglar, ketdik. Biz avval qozonga az miqdor yakuzib, o'g'loqni bir saliydi mesa, bu saliydi sebab taqimdagi ishlar bizda, ha. Ha, mana yarmoq miqdor qizg'andan keyin bizni o'g'loqlarni salamaydi. Mana ha, o'g'loq zalit mishalat kelgan vaqtida buni suzib asab qiladi, ha. Endi qozonga bizning tanishib tayyorlagan meyimizni qo'shamiz. Ha, g'azab turib turadigan may. Ha, buni keyin samsakni solamiz. Mana. Ha, buni keyin xavyoni solamiz. Biroz qo'yib mana. Yo, yaman mezlik juma lekin. Hangisi bizning mana o'g'loqni solamiz. Endi bunga bizning tayyorlagan o'g'loqni sho'rpini solamiz mana. Onun kendi az miktarda toz, tuzunu salamiz. Mana, bunun kendi bizden koyduğum piyazını salamiz. Bunu sarsak ne ait bizlik olab ketadi buni. Buni seleb 2 minut qaynasak ham bo'ladi, ha. Mana 2 minut qaynab bo'lgandan keyin bizning qarmor bilan ko'klarni salamiz, ha. Buni seleb 1 minut qaynatib ham asab bo'ladi, ha. Mana bu tuz qo'ylab qo'ydi qalinglar mana. Xavyoni yandir tarkibida bu qo'yilib turishmaydi xavyo. Mana ha, bekrak ekan mana. O'g'loq chöp. Yo, qalab yeyiniz kep ketdi qachon. Hamsa uyga alganlar gönjü qilib berishni tutqanmanglar ha. Meshta kuzurliq seylan haqsiz yo'llab turibman. Yo, rangli sirang, purak, hammasi joyida mana. Asosiyatda men birlik ko'rsangiz uyga olasizlar buni. Hamsa uyga alganlar gönjü qilib olinglar, kelar sanni kirishdik ha.